Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Teplodar kompaniyasining, NMK kompaniyasini va Ali Group kompaniyasining aziz muxlislari, bugun biz Shovot tumanida Bo'yrachi mahallasindamiz, Sherif otamlarning uyida. Sherif otamlar bizdan NMK zavodida ishlab chiqarilgan full avtomat 20 kotelarini oldilar. Montajini boshqa bir usta qildi. Mana bu yerda dimoxod. Kotelni yaqqanimizga bir 15 minutlarcha bo'ldi. Sistemamiz podacha obrotkali qilib ishlangan damir trubadan. Mana shu yerda yana boq tomonda kotelnic tushdi. Bu yerda yana kontrolka qo'yganlar. Kontrolkadan уже suv oqishni boshladi. Chunki temperaturamiz ko'tarilishni boshladi. Mana hozir kotelimizni 50 gradus qo'ydik, 50 gradusda to'xtadi kotelimiz. Sinov tariqasida qo'ydik. Atom 20 kotelimiz bilasizlar, bunkerli kotel. Bir haftagacha yonadi. 300 kiloga yaqin ko'mir oladi ichini. Tak, havo yo'llarini tozalab turuvchi avtomatikasi bo'ladi. Avtomatikasi 10 minutdan 200 minutgacha nastroyka qilinadi. Yuqoridagi datchik ventilyatori signal beradigan temperaturniy datchik. Bu yerda hamma rejimlari o'zini o'rnatilgan. Hozir 50 gradusni o'rnatdik. Mana 50 gradusda ventilyatorimiz, invertorli ventilyatorimiz to'xtadi. Dimoxodlarimiz hali utepleniya qilinmagan. Kotelning ichini dimoxodini utepleniya qilish kerak emas dedik, lekin tashqarisini Sherif otam alohida o'zi izolyatsiya qilib qo'yaman deb aytdilar. Mana расширительный bakni qo'ydilar va kontrolkani bu yerdan chiqarib berdilar. Podacha obrotkali 32 lik damir truba bilan ishlaganlar. Hozir kotelimizning temperaturasini ko'taramiz. Buning uchun mana menyuni o'zida mana bu yerda yana Sherif otam. Sherif otam 50 gradus qo'ydik, 50 gradusda to'xtadi. Hozir endi temperaturani ko'taraman, ventilyator ishlashni boshlaydi. Necha qo'yib bering? 60 bo'ladimi? Menyuga girish uchun mana bu knopka bosiladi va mana temperatura ko'tariladi. Mana 65 gradusga qo'yib beramiz. Okey. Mana ventilyatorimiz ishlashni boshladi. Buni yarim soatga qo'yib qo'ydik, уже bir marta tekshirdik. Havo yo'llarini tozalab turuvchini. Mana shunday atom 20 kotelimiz 200 metr kvadratga yetadi. Mana shu ko'mirlar ham bevosita ko'mir saylamasdan yonadigan ajoyib kotelimiz bu. Sherif ota, muborak bo'lsin kotelingiz. Nereda ko'rdingiz buni? Nereden eshitdingiz buning kotel borligini? Şu koper katyola borib görüp şurada şu tös yakıldılar. Şu kotel yoqdi. Uy 200 kvadrat loydan bo'lgani. Yaxshi. Podacha obrotka bilan ishladingiz. Abi. Tavsiya qilasizmi? Şunu hammaya tavsiya qilamandim, ajoyib ekan. Universalniy. Mehnat oz. Bir yerda yanadi. Bir yerda yanadi. İnstruksiyasını okudum, gördüm. Şu 5 saatte yanadı, 250 kilo kömür zaprak oladı mümkününe. Endi sizda u ko'proq bo'ladi. Nachundasa divarlaringiz qalin-ku. Bu endi temperatura qo'yib qo'yasiz, issiq kunlari kamroq ishlaydi, sovuq kunlari ko'proq ishlaydi. Shunga qarab rasxod qilaveradi. Joyni mer girmetikneler yaxshi, oqa qo'yilgan. Oyna eshiklar. Katta rahmat tanlovingiz uchun. Sizlarga katta rahmat. İşleringizə rivoj, Rahmat. omadini berib. Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat katta. Uyingizda yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlaringizga buyursin. Hammangizga taklif qilib qolamiz. NMK zavodida ishlab chiqarilgan kotellar seriyasi bilan uylaringizni isitishni. Albatta, Ali Group kompaniyasi bilan birgalikda. Keyingi videolarda görüşünce xayr.